Assalomu alaykum muxlislar. Yana bizlarning tovuqlashi nasib bo'lsa bular troyki, dvoyki deganlar yine saqqali var, ayağına pati var, kalasini so'ppisi var. Bular отдельно qo'ydik. Xudo xolasa. Bular черный almas bular. Черный almas. Bularni отдельно bo'lak katakda qo'ydik, xudo xolasa. Spoza bularni ham отдельно tuxumini olamiz. Bular palaviy bular. Palaviy bilan bu tovuq limonni kurapachni xo'rozini qo'shib qo'ydim, lekin bular o'zining xo'rozi bo'lmaganidan keyin nasib bo'lsa bularning tuxumini отдельно olamiz, xudo xolasa. Bu yonda bular var. Bular saqqalli bular. Yani bu nasıl var? Saqqalı var bular. Bärini. Palaviy, черный, svetli. Xo'rozi ham svetli, saqqalisi var. Bular dvoyka deydi. Arg'ular, yani birinchidagilar troyka ular. Yine. Bular ham shu 6 ga 1, 5 ga 1 etib shunday etib qo'yganman. Nasib bo'lsa. Bularning tuxumini отдельно olamiz. Keyin bu yonda var yine. Bular dalmatin. Dalmatin mramor bular. Mana mramor. Bular dalmatin bular. Bularning tuxumlarini отдельно olamiz, xudo xolasa. Bularniki ham. Bu mramor xo'roz shuning yonlarida turibdi. Nasib bo'lsa bularning tuxumini отдельно olamiz. Bir yerde var. Yine bir 5 tane burama. Bular ham bo'lak turibdi. Bular yana nimalar kul renk deydi bizning tilda. Bu yerda черный alması var. Nimasi var? Ama azgina kalkula uzun edi. Shundan bo'lak qo'ydim bularni. Bularning tuxumini отдельно olaman deb bo'lak qo'ydim bularni. Yine keyin bir yanda var yine. Bir yanda var. Bu lekin mesne, mramor xo'roz var. Dekan xo'roz var. Tochkali xo'rozlar var. 3 tane bular mesne, yani dekan qo'shmoq tovuqlar bo'lgandan keyin bo'lak nima qilib qo'yganman buni. Nasib bo'lsa. Yana bu yerdan dekan tuxumlab yotdi. O'zi bir dana tuxumdan doğurtdi ana. Bir dana tuxum bu tuxumu 2 dana tuxum var ekan yana. Bir yana qo'yamiz. O'zlari kelib tuxumga beradi bular. Şimdi yetib endi nasib bo'lsa bularni bo'lak qo'yib отдельно tuxumini olish kerak endi. Yugurib bo'lsa nima qilsa bularni отдельно bostirib xudo xolasa shunday qilib boqamiz. Lekin bu dekanning o'zini bir отдельно katak kerak edi. Hozir bunda 2 dana dekan var, bir dana dekan xo'roz var. Dekan xo'roz ham cho'tki narsa bu. Lekin urishtirishga nimaga emas, просто qiziqishga boqib o'tiribdi bular. Keyin bu yonda sesarkalar bilan indovkalar bor. Indovkalar ham o'zim qo'shira yani qarabosh deydi. Ana shunday nimalar bor. Qarabosh indovkalar bular. Yana 2 erkek indushka nimalar var. Qolganlari makam bular. Bular ham tuxumga girdi. Tuxumlab turibdi hozir. Ko'rib turibmi, bu yerda 2 ta tuxum bor ekan. Bu yondan 2 ta tuxum. Bu yerda
İndişke gürk koptu. Gürk kop yatıp da yine. O bir yere gürke yakınlattı bu. Bir yerden bağırırken nasip olsa tukumlara. Neşte bağırırken bir yerde 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane bağırırken yani. Bir yan bu da halasa yatadı bir yerde. Benim şey şu indi şu karakterda iyi bir yerden yattı yine. Bir yerden gürk bağırırken yani. Bu da halasa çöçelerine zakaz alamaz. Bir yerden doğdu yine. Ya, 4 tane tohum varken bir yerden doğdu. Bu sisar kala mespoza 6 mekan. 6 mekan bitti horoz var bunun. Şu ak horoz şu. Bunlarını böyle koymasam arayanda tavukla bile olmuş muydu bu da yine. Şavazam yaman bulan. Yani kim bir yanda çok nimesi var yine. Hindu kala. Sivetinden var. Yani şokolatlı sivetliydi. Hanırından var. Ya bulan kalları bölek. Bu da kalasa bulan hemmesinin kanı bölek bunun. Məkyallar satmak gelip nima qilib şunu qo'shqanman. Bu endi o'tgani Berundan aldırganman bunu jo'ja vaqtlari. Erkek çıktı 2 ta edi bunun bittasini sattım bunu. Tavuklara yem gerek bo'lib, qarabash bo'lgandan keyin buni olib qoldim. Bir yanda o'tiribdi yana qarabash. Konkret bular ham nimasi? Jussasi katta. Bular ham bo'lak yine. Har birisi bir dana shu ichida oqbash bor, bu ham tuxumlab turibdi ekan. Ana götü asılıp turibdi yine. Bu ham alam tuxumlab turibdi yine. Bu o'tirgan ham tuxumlagan, başı götler asılıp turibdi. Bir işi tuxuma girmegen o'xshaydi işi. Yaqinlaganman. Arg'i qaralar ham tuxuma girgan yine. Qo'shilagina narsalar bular. Bulan içinde bir tulakmak ham bu. İkinci ham ana çok yok. Qalğalar jo'jamak ham bulan hammasi. Hammasi jo'jamak ham bular. Endi nima qilib turibdi? O'sha yuz betlari ochilib boshlaydi ekanda, o'sha nimadan o'tsa, tulakdan o'tsa, tulakka girsa betlar ochiladi ekan yine. Yine bunda yil ochsa, bunday bo'lib yig'ilib betlari nima bo'ladi ekanda. Boshqacha bo'ladi ekan. Mana arg'i qizilinqam shunday yine. Qizilingan bashara shunday. Bıcırık bo'lib turibdi. Bulariki unday emas yine. Bulariki bor unday emas yine. Bulariki bo'lak. Yine bu mekanlık, yine xo'rozniki. Lekin ish xo'rozning jussasi katta lekin. Qo'shilay ko'rinadi o'zi. Bular ham qarabash deydimi, ana shunday o'tgan bular bari. Yine. Xudo xolasa shularning sesarkalar hammasi tuxuma girgan yo'q, sesarkalar ham tuxuma girsa bularning ham jo'jalarini chiqartirishim kerak, xudo xolasa yine. Bular ham qo'shilay narsa. Bir şu oq erkak bulan içinde. Qalğanlari mekan, 6tasi mekan bulan. Endi o'zi tuxuma yaqinlab turibdi bular, xudo xolasa bular ham tuxuma girish kerak. Lekin o'zim qo'shilay narsa-da bu. Sesarkani o'zim baqaman, ovoz demasangiz qo'shilay narsa. Buni qarang, toz yerinde bir türlü boshqacha bular yine. Bulan erkak mekanini ayirish juda qiyin ekan buni. Bana aytdilar, bu qulog'idan ayirib bo'ladi deb yine. Masalan, erkaginikini asılib turar ekan. Qulog'i qayrilib turibdi yine. Ko'rinayotgan bo'lsa, yine oq erkak yo'q, qulog'i qayrilib turibdi. Qolganlariga yine kichkina tekis o'tiribdi quloqlari. Yine. O'zgarib turibdi yine. Yine oqining qulog'i asılib turibdi ana bir tarafı. Kam katta bo'ladi ekan. Bu makallarniki unday emas. Yine makallarni tekis turibdi yine. Bularni ayirish shunday. Endi o'tganlarniki o'zi ma'lum, uni ayirish qiyin emas ekan. Yine bu makan. Yine bu xo'roz yine. O'zim salona girganman, boshini qarang.
dimdik bo'lib ho'shroq bo'lib turadi ular. Yine. Canavar. Ana shunday bizim parrandalar shunday bo'lak jonivorlar. Böyle yağnesini tavuklan bular. Şu ak tavuk bilan şu ikkisi kürk ko'p yurtdishilar. Yatsa xudo xolasa shu ikkisini bosirish kerak. Aldı doğrusunu. O'tgan yil yurib qolgan edi ular. Bu tovuqqa meni. Ular mesni var. Hozir ham yaqinlab turibdi shu yurib qolishni. Nasib bo'lsa, yurib qolsa sirali bilan tuxumlarni yig'mab bostirish kerak xudo xolasa. Bular bor. Ko'pincha hozir nimasi bo'lib turgan shular. Shu dalmatin bilan miramir ena shu. Dalmatin miramirlar. Bularni shu bo'lak qo'ydim. Отдельно tuxumni olish uchun. Xudo xolasa bularni ham tuxumini yig'mab bostirishim kerak. Nasib bo'lsa. Bemalol endi agar kerak bo'lsa, jo'jasidan nimasidan kerak bo'lsalar aytaverasizlar. Tuxumlarni bo'lak yig'mab turaman. Bular ham lekin doğrusu hozir svetlari qo'shilib turibdi, lekin bari ishindagina. Yana soqoli bor. Xo'shroq ko'rinadi. Ana qara ham shundagina. Yana soqoli bor. Arılar ham shunday. Xo'roz ham shunday bo'lgan ekan, buni bo'lak qo'ydim. Bo'lak olish kerak tuxumini. Lekin buni svetini agar shu saqqallimi, masalan, bu qizil saqqallikni topish uchun masalan bu ikkisini bo'lakka tek kerak bo'ladi. Shuning uchun hamma saqqallarning barini bir qo'shib qo'ydim. Bo'lmasa bo'lmaydigan bo'ldi. Отдельно tuxumini olasan. Tuxum kerak bo'lsa, bu palvilar ina. Palvi burama bular. Bu limonli bu. Limonli. Bu xo'roz kuropashni lekin. Xo'roz kuropashni. Palvi xo'roz topolmadim. Kuropashni qo'shdim. Bular bor ina, cho'rni olmaslar. Hozir ularning ham tuxumlarini bo'lak olamiz nasib bo'lsa. Içinde tavukun içinde en yakadıganı iş olamana. Köpekli. Kellesinin sokkusu var yine. Hoşray görünüyor yine. İbi var yine, sakalan var, köpeğen var kellesinde. İbi horazam şimdi yine. Bunlardan böyle koyuş gerek. Addelini mesela her kaysının rengini aldıgan olsak doğru gelmeydigan olsun. Şunun için koşturup nima qildik bularni. Nasib bo'lsa qo'shib chiqarib nima qilamiz buni. Bo'lmasa hozir bu masalan bu 4 qara uchun отдельно xo'roz kerak. Bu svetli, bu uchun отдельно kerak bo'ladi. Onun uchun shuni hammasini bir qo'shib qo'yasan, o'zlari chiqaveradi. Masalan, qara chiqadi ichidan, bunday qizil chiqadi. Xo'roz qizil bo'lgandan keyin abi yirik narsa. Oradan jussasi katta lekin mayda narsa emas yine. Katta narsa. Bular ham shunday yine. Lekin bular har qaysini nimasi bo'lak bular. Ko'psi o'ylaydi, buni xo'rozi masalan o'zidan chiqqan deb nima qilib o'ylaydilar. Yo'q, bunday emas. Xo'rozlar bo'lak buni. Qoni boshqa. Tovuqlarning ham shunday. Bularning ham shunday. Tovuqlarning qoni boshqa, xo'rozniki boshqa. Bu yanda qoldi. Bularning ham shunday. Bu xo'rozni Toshkentdan olib keldim. Bu xo'rozni. Tovuqlar ham jo'javoqlari olib keldim, lekin nima emas ular. Qoni boshqa bular. İyi xo'rozni qo'shsam ekan, yani cho'rni olmaslarga.
deysiz, maslahat berasizlar. Ben mana shu yerda turaversin deb qo'ydim, lekin xo'rozim jussasi katta mana. Maydan arzamas yana. Lekin mana shu o'zimda nima qilib qo'ydim-da ularni. Tuxumini bo'lak olib deb. Ular ham o'sha ko'pisi ko'rkka yaqinlab qolgan bular. Ramadan shunisi yaxshi, tez gurk bo'ladi-da. Mana shunisi yaxshi. Tez gurk bo'lib, tez nima qiladi. Ular ham doğup yuribdi. Lekin bular oldin hammasi qo'shib turgan edi. Hozir bularni bo'lak aldım. Bo'lmasa bo'lmaydigan bo'ldi. Chunki tuxum sezon boshlandi o'zi. Bo'lak olib, bo'lak tuxum olmasang bo'lmaydi. Bular lekin xo'rozimdan topganim yo'q. Bo'lmasa bu ikkisini bir xo'roz qo'shib atdelni olacak edim bularni ham. Bunday xo'roz topilgani yo'q. Topilsam qani bir bo'lib turibdi. Shuning uchun bularni nima qilganim yo'q. Hozir xudo xolasa endi shulardan ham chiqsa normal narsa chiqadi nasib bo'lsa. Sizlarga nasib bo'lsa bir 20 gün bo'lgan nimalar bor, jo'jalar bor. Xudo xolasa ularni betaga yuborib chiqaramiz xudo xolasa. Tashqarini ko'rsin bular ham. Shu ham qo'shmoqlar arasida chiqqan, nimalar arasida, tovuqlar arasida chiqqan. Qo'shilib yurgan vaqtlarda chiqqan bular. Bu jo'ja yangi aytgan palvi mana. Yana shundan chiqqan jo'ja palvidan. Bular muramatlar bular. Eyvallah xudo xolasa.